Bismillahirrahmanirrahim. Cimi hamd sana alemlerinin perverdigarı Allah'a xasdır. Allah Ta'ala'nı çin kalbimden mediyeleymen, onunla hamd sana aytimen ve şükür kılımen. Bizge haqdini yetkizgen söyümlük Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durut, dua ve salamla yollayman. Onun ail tavabatlarına, sahabelerine ve ta kıyametkice onun yolunda mağdıgan Müslüman kıyırındaşlarına bəxt saadet tileymen. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetlik okurmenlerimiz, hamda huzurunlarga 13. retsipning davamı, her işte ümit var bolun, derslikni o'qishni davamlaştırırız. Ali himmetli kişilerinin süpiti. Birinci, ötkenge hasret çekmeydi. Ertigi qayg'urmaydi ve bugününü o'ylaydi. İkinci, insoniyatning, xususan musulmonlarning g'amini yeydi. Üçüncü, kishilarga yaxshi maslahat beradi ve umumning ishlariga aktiv qatnashadi. To'rtinchi, qilgan har bir ishida oliy himmatlik bo'ladi. Beshinchi, vaqtning torliqidan ko'p dardlanadi. Vaqtni oltin deb biladi. Oltinchi, o'zi irodalik, fikrida mustahkam bo'ladi ve ikkilanishi oz bo'ladi. Demek bu hayatlık musabisi uzun musabiqalarga tayyorlangan meydan bulup, vaqtni qadrlashni bilganlar ve vaqtni ching tutib qilishga tegishli bo'lganlarni joyida o'rindab, natija yaratish bilan Allohni va xalqini mamnun qila oladiganlar o'tib chiqadigan musobiqadir. Sizda cho'qim arzu, arman ve himmat bo'lsin. Burun Azhar masjidida Xolid ismli bir bola bo'lib, har kuni kechda panus chiroqlarni yondirish, akşamı o'chirish, yig'i tugab qolgan chiroqlarga yog' quyish qatorliq ishlarni qiladi ekan. Bir akşamı u masjidda uxlayotsa, masjidni ziyorat qilib bir to'p o'lima kelgan bo'lib, ulardan biri uni masxara qilib, "Ey Shayxul Azhar, tur o'rningdan" deb uyg'otib etibdi. Xolid mehmonlardan intayin xijil bo'pti va Shayxul Azhar degan gapni o'ylanib qopti. Shu chaqda u men cho'qim Shayxul Azhar bo'laman deb ichiga putibdi-da, atisidan boshlab o'qishga yuzlanib bir qancha 10 yil o'qibdi. Oxiri u dunyoga dangliq islomiy bilimgohi Azharga shayx bo'lib tayinlanibdi. U Azhar tarixidagi mashhur ulama Xolid Azhari edi. İmam İbn Hazm 26 yoshdan keyin o'qishga kirishgan ekan. Uning o'qishiga sabab bo'lgan mundaq bir qissa bor ekan. İbn Hazm bir kuni asr namozining vaqtidan burun dadasining bir yaqinining jinoza namozini o'qish uchun do'stlari bilan masjidga kirgan bo'lib, jinoza namozi asrdan keyin o'qiladi ekan. İbn Hazm masjidda tahiyatul masjid namozi o'qimayli o'ltirgan ekan, yashangan bir odam uni silkib, "Hey bala, sen masjidga kirgan odamning tahiyatul masjid namozi o'qish lozimligini mush yoshga kirgichi bilmadingmi?" degan ekan. İbn Hazm qattiq izo tortib, "Bo'ldi. Men cho'qim o'qib olim bo'laman" deb o'ziga o'zi va'da berdi va Alloma Abdullah ibn Duhun degan kishining huzuriga berib ilm tahsil qilishga boshlaydi. Natijada u tafsir, hadis, fiqh, tarix, she'r sohasida katta ulamo bo'lib taniladi. Amerikaning boshlang'ich maktablarining birida bir kuni sinf muallimi o'quvchilarining kelajakda nimalarni qiladiganligi va qanday odam bo'ladiganligi to'g'riliq ulardan bir-birlab so'rab chiqqan ekan. O'quvchilarning hammasi o'zining orzu armonlarini va kelajakda qanday odam bo'ladiganligini aytib, navbat bir o'quvchiga kelganda, u "Men Amerikaga rais bo'laman." Buni anglagan o'quvchilar uni masxara qilib qattiq kulib ketgan ekan. Aradan 10 necha yil o'tgandan keyin heliq bola rostilla Amerikaga rais bo'lgan ekan. U bo'lsa-mu Bill Clinton edi. Aldirabli ketmasangiz cho'qim natija qozonasiz. Saudiya Arabistonidagi albektiz yemaklik oshxonalarining egisi Rami Abu G'azzali o'zining kechirmishlarini bayon qilib mundaq deydi. Bundan 40 yil ilgari dadam chet elga chiqib, Fransiyaning Berosiz yemaklik shirkati bilan ittifoq tuzib, bu şirketning Saudiya Arabistonidagi vakili bo'ldi. Bundan 40 yil ilgari dadam chet elga chiqib, Fransiyaning Berosiz yemaklik shirkati bilan ittifoq tuzib, bu shirketning Saudiya Arabistonidagi vakili bo'ldi. Dadam Fransiyadan kelib oshxona ochdi. Berosizning xurishlari Fransiyadan keladi. Bundaq tiz yemakliklar 1974-yillarda Saudiya Arabiston jamiyatiga nisbatan yangilik edi. Shunga xaridorlar intayin oz edi.
Hatta bir yılda oshxonamizga keladigan xaridorlarning soni 100dan oshmaydi. Kirim az bo'lganlikdan dadam oshxonaga ishchimi olmagan bo'lib, hamma ishni o'zi qiladi. Xaridorlarni o'zi kutadi, tomoqni o'zi pishiradi. Tozliqni o'zi qiladi. Chunki biz kichik edik. Dadam bizni yaxshi o'qinglar deb oshxonaning ishiga solmaydi. Dadam shundoq ishlabmi oshxonaning chiqimlarini aran chiqaradi. Ammo foyda yo'q edi. 2 yildan keyin dadam vafot bo'ldi. Fransiyadagi shirkat dadamning o'limi bilan ittifoqlikni amaldan qoldirdi. Dadamning tatgan jafolari bekor ketdi. Bir qancha yildan beri ochgan oshxonasi taqilib qoldi. Bu arada bankdan xat keldi. Biz bankiga million realdan ko'proq qarzdor ekanmiz. Banki bizga 2 xil chiqish yo'li ko'rsatibdi. Biri, barliq igidorchiligimizdagi narsalarni bankiga o'tkazib berib, qarzni to'lash. Yana biri, 2 yil ichida oz-ozdan to'lab qarzni uzishdan iborat edi. Biz ikkinchisini tanladik. Ukam bilan ikkimiz qattiq ishlab qarzni to'lashga bel bog'ladik. Shunday qilib biz dadamning ishini davomlashtirish uchun kichik bir tiz tomoqxona ochdik. O'ri tursak beshimiz taqishib qoladigan kichikkina bir uyda tomoq tayyorlaydik. Oshpazmi o'zimiz, ishchimi o'zimiz, tozliqchimi o'zimiz bo'ldik. Choy, qahva deganlarni, oliy tomoqlarni bo'lsa o'zimizga harom qilib etdik. Nihoyat iqtisodchilik bilan ish ko'rib, hammani o'zimiz qildik. Hatto xurishlarni o'zimiz yasab chiqdik. Chunki Fransiyaning xurishlari bak qimmat edi. Xaridorlarni bu yangi xurishga ko'ndirish uchun 3-4 yil ketdi. İşimiz intayin astı minvatadi. Chunki shu chaqlarda Jiddi shahrida 200 dan ortiq tiz tomoqxonasi bor edi. Biz boshqalarninkidan farqli, alohida bir ish qilishimiz kerak edi. Biz asta-asta cho'ng'ishga boshlab, oshpazlarni oladigan saviyaga keldik. Ularni tiz xizmat qilishga ko'ndirish uchun tirishdik. Xurishlarni hech kimga ko'rsatmay, maxfiy holda o'zimizla tayyorlaydik. Shunday qilib Saudiya Arabistondagi eng mashhur albik tiz yemaklik oshxonalarni borliqqa keltirdik. Muvaffaqiyat qozonmaslikdan qo'rqmang. Chunki hayotlik tajribalardan iborat bo'lib, muvaffaqiyatsizlik muvaffaqiyat qozonishning yo'lidir. Muvaffaqiyat qozonmaslikdan qo'rqqan odam hech qanday ish qila olmaydi. Muvaffaqiyat qozonmaslik qo'rqinchli ish emas, balki muvaffaqiyat qozonishning muqaddimasidir. Muvaffaqiyat qayta urinib beqishning, voz kechmaslikning va to'xtab qolmaslikning mas'ulidir. Cho'milini misol qiladigan bo'lsak, cho'mila o'zining hajmidan necha cho'ng narsalarni ko'tarib ma'udi. Siz barmoqingiz bilan yoki oldiga bir narsa qo'yib olish bilan uning yo'lini to'sib olsangiz, u darhol boshqa yo'lini davomlashtiradi. Zodi to'xtab qolmaydi. Egizga chiqadi, pastga tushadi. Ish qilib qilmoqchi bo'lgan ishini davomlashtiradi. İnsaniyatning iftixorlik ulgisi. Hazrati Muhammad alayhissalom Allah Taolaning dinini yer yuzida barliq dillardan ustun va g'olib qilish g'oyasidan qilchi voz kechmadi. Ümidsizlanmadi. Da'vatini bir qitim mag'lub bo'lsa, yana qayta boshladi. Makkadagilar quloq solmasa, Toifga berib da'vat qildi. Da'vatini tuqqanlari qabul qilmasa, boshqa qabilalarga bordi. O'z da'vatini davomlashtirish yo'lida goh kishilarni uyiga ziyofatga chaqirdi. Goh Safa teg'iga chiqib turib hamma qabilaga nido qildi. Goh kishilarning uylariga berib da'vat qildi. Ish qilib da'vatdan voz kechmadi. Hatto mushriklar ustiga to'gining ishchi qerillarini ortib qo'ygandimi voz kechmadi. Toifliklar tosh etib putini qon qilayotgandimi voz kechmadi. Sahobalarini bu din kecha bilan kunduz yetib borgan joylarning hammasiga cho'qim yetib bordi deb rag'batlantirdi. Oxiri g'alaba qildi. Disney shirkatining qurg'uvchisi Walt Disney mazkur shirkatni qurish jarayonida nurg'un qitim muvaffaqiyatsizlikka uchragan, ko'p qitim ziyon tortgan ekan. George Bernard Shaw 9 yil harmay talmay yeziqchilik bilan shug'ullangan bo'lsa-mu, yozgan asarlarga bir tiyin topolmagan. Her kuni 5 bet maqola yezib turibmi, biror maqolasi bahoga erisholmagan ekan. U shundoq turg'liqmi qat'iy voz kechmagan va yezishni davomlashtirgan bo'lib, oxiri dunyoning eng mashhur yozuvchilaridan bo'lgan ekan. Franklin Roosevelt bir qancha yil vaqtini sarf qilib yezib chiqqan ilmiy amgiki kino shirkati tarafidan rad qilinganda qattiq bearam bo'lgan bo'lsa-mu, qilchi umidsizlanmay, voz kechmay tirishish orqali
oxiri muvaffaqiyat qozongan va Amerikaning 32 qitimliq raisi bo'lgan ekan. Henry Ford o'zining mashhur Ford shirkatini qurishdan burun 5 qitim cho'ng ziyon tortib iqtisodda nolga tushib qolgan ekan. Muvaffaqiyat bir muvaffaqiyatsizlikdan yana bir muvaffaqiyatsizlikka yo'tkilishning natijasidir. Churchill. Arzuni mumkin emas qilib qo'yadigan bir narsa bor. U bo'lsa-mu muvaffaqiyat qozonmaslikdan qo'rqishdir. Paulo Coelho. Bizning eng cho'ng ojiz tarafimiz voz kechib etishdir. Bizni muvaffaqiyatga elib boradigan yo'llarning eng yaxshisi voz kechmaslikdir. Thomas Edison. General Motors shirkatining qurg'uvchisi hayotining oxirgi vaqtlarida shirkatni boshqaradigan bir odam izlab nurg'unlagan yuqori saviyalik va tajribali kishilarning orasidan birini tanlab chiqqan bo'lib, uning bilan suhbat o'tkazish jarayonida uning hayotida bir qitimmi muvaffaqiyatsizlikka uchrab boqmaganligini anglab, uni ishga elishdan voz kechgan ekan. Thomas Edison lampochkani kashf qilish uchun 40 ming betlikdan ortiq xotira yozgan. Lampochkaning qilini yasashda 5000 qitim muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Lampochka bugungi kunda hech bir hayron qolarlik ish emas. Ammo 1880-yildan burun elektr chiroq texi umumiyuzlik ishlatilmagan bo'lib, shu chaqda yoy nurliq chiroqlar eng moda edi. Uning uchun nihoyat zo'r kuch sarf qilishga va izlanishga to'g'ri keladi. Ba'zi olimlar uni bir sarang deb masxara qildi. Ba'zilar uni quruq lab etyotidi, uxlamay tush ko'ryotidi deb mazoq qildi. Yana bir qancha olimlar bo'lsa, matematika orqali uning tadqiqotini muvaffaqiyat qozonolmaydi deb isbotlabmi berdi. Lekin Edison boshdan oxiri to'lib toshgan ishonch bilan sinoq qildi. U kecha kunduz to'xtamay butun zehnini lampochka qilini tajriba qilishga sarf qildi. Faqat o'simlik turidan 6000 xildan ortiqni tajriba qildi. Uning tajriba xotirasi 200 dan oshidi. Jami 40 ming betdan ortiq bo'lib, mushuning qili ilgari keyin bo'lib 3 yildan ortiq vaqt ketadi. 1880-yilning oldingi yarimigacha Edisonning lampochka qili siniqi yanada hech qanday natijaga erisholmaydi. Ammo u harmay talmay tajriba qilish orqali oxiri lampochkaning qilini yasab chiqishda muvaffaqiyat qozonadi. Kuvaytda chiqadigan Al-Mujdama jurnalining 2012-yili 13 aprel sonida e'lon qilingan Fordning g'alabasi degan bir maqolada eng qadimiy avtomobil Fordning ijodkori Henry Fordning qisqacha tarjimalini tonishtirgan bo'lib, maqolada mundaq deb yozilgan. Henry Ford ma'lum bir elektr energiya shirkatida ishlaydigan oddiy bir ishchi edi. U kunda 11 soat ishlash badaliga haftada $11 ish haqqi oladi. Henry kunlik 11 soatlik jafoliq emgakdan keyin uyiga qaytib kelib, uyining orqasidagi kichikgina kapisiga kirib olib, yangi bir motor yasash yo'lida yarim kechagacha ishlaydi. Henryning ota-onasi uning kecha-kecha uxlamay qilayotgan bu ishlarini ahamiyatsiz ishlar deb qaraydi va Henryning cho'ng ishlarni qo'lga keltirishiga ishonch qilmaydi. Hamma uningga kuladi. Do'stlarimi uni masxara qiladi. Faqat uning ayoli uningga ishonch qiladi va uning kelgusida katta bir ishni amalga oshiradiganligidan umidvor edi. Shunga u eriga hamisha madad beradi. Ishini davomlashtirishga rag'batlantiradi. Kechalari uning bilan billa shu kichikkina kapisida uningga hamroh bo'ladi. Qish kunlari kechalari sovuqdan qo'llari titrab turib, eriga jin chiriqini tutib beradi. Eriga yordam qilishdan qat'iy zerikib qolmaydi. Shu sababdan bo'lsa kerak, Henry hayotining oxiriga qadar ayolini maqtaydi va uningga bo'lgan cho'nqur sevgisini izhor qiladi. Henry Ford kishilarning mansitmasligiga, do'stlarining masxara qilishlariga va ota-onasining ishonmasligiga qaramay, vafodor ayolining qo'llashi va yordam qilishi bilan 3 yil jafoliq emgak sarf qilish badaliga dunyodagi tunji avtomobil Ford avtomobilini yasab chiqadi. Henry Ford hayajonga to'lgan holda heliqi kichkina kapidan 4 chaqi bilan mangadigan motorliq bir Harvini haydab chiqqan chaqda kishilar ko'zlariga ishonmay qolgan ekan. Bu dal 1893-yilining yoz oylari edi. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi darsligimizni mashada to'xtatamiz. Xayr, kelarki qitim ko'rishguncha omon bo'laylik.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.